Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushi bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 5-yil Urumchi vaqasining 2 yillik arifasida Xitoy Markaziy hukumatı 2-chi qatimliq Xinjiangga yordam berish xizmat yig'ini chaqirdi. 27-maydan 29-maygacha 2 kun davom qilgan bu yig'inda asosligi Xitoy Markaziy hukumatı bu 1 yildan buyon Xinjiangga yordam berish nomida Uyg'ur elida olib borgan xizmatlarni xuloslagan va yangi strategiyalar o'tirg'a qo'ygan. Birinchi qatimliq Xinjiang xizmat yig'ini 5-iyul vaqasining 1 yilligiga to'g'ri kelgan edi. Xitoy munosabatlik doiralari Xitoyning sharqiy qismida yuz berayotgan energiya krizisini hal qilish uchun Uyg'ur elidan tok yo'tkashni planlagan va yuqori besimliq tok liniyasi qurilishini boshlagan. Mazkur yuqori besimliq tok liniyasi Qumuldan Xitoyning Jingju shahriga tutashtirildi ekan. Xitoy bu tok yetkazish qurilishiga Xinjiangning tokini sirtqi yo'tkash deb nom bergan. 1 yildan buyon Qozog'istonda panolangan Uyg'ur yosh Arshidin Isroilning Xitoyga o'tkazib berilganligi ilgari surilmoqda. Navbatda Qozoq doiralari bu haqda rasmiy bayonot e'lon qilgan bo'lsa-mu, Arshidinning Qozog'istondagi urug' tuqqanlari uning yakshanba kuni kechqurun doiralar tarafidan elib ketilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Arshidin Xitoyga qaytarib berilgandan keyin Urumchiga o'tkazib ketilgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi bu haqda bayonot e'lon qilib, dunyo jamoatchiligini Arshidin masalasiga ko'ngil bilishga chaqirdi. İstanbul'da fəaliyyət ilib beriyotgan Şərqi Türkistan vəqfining heyət a'zolari yig'ini 5-ayning 28 kuni İstanbul'da o'tkazildi. Yig'inda Jalil Turan Şərqi Türkistan vəqfining bosh kotibi bo'lib saylandi. Yig'inda yana har qaysi bo'limlarning mas'ullari bekitilib, ularga xizmat topshirilgan. Shvetsiya davlatlik ovoz arxivi muzeyi ham Shvetsiya davlatlik musiqa va teatr muzeyi qurilganligining 61 yilligi munosabati bilan Uyg'ur muzikant Kurash Ko'sanga atab maxsus yig'in chaqirdi. Yig'in 5-ayning 27 va 28 kunlari Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda o'tkazildi. Yig'inda Kurash Ko'sanning 2 xil tilda nashr qilingan CD plastinkasi va Kurash Ko'sanning hayoti bayon qilingan kitob tanishtirildi. Marhum muzikant Kurash Ko'san buningdan 5 yil burun vafot bo'lgan edi. 1-iyun Urumchining Yengishahar rayonidagi alyumin zavodi Yuanshingda portlash yuz bergan. Partlash kech soat 7:20 yuz bergan bo'lib, portlashda 4 odam o'lgan, 14 odam yaralangan. Halbuki bu navbatlik portlashning sababi hozircha noma'lum. Amerika Davlat Majlisi Obama hukumatini kishilik huquq va Tibet masalasida Xitoyga besim ishlatishga chaqirdi. Bu chaqiriq seshanba kuni Davlat Majlisi Tashqi munosabatlar komitetida chaqirilgan guvohlik berish yig'inida o'tirg'a qo'yildi. Bu guvohlik berish yig'inida yana Tibet siyosati qonunining ijro qilinish ahvoli muzokara qilingan. Amerikaning Tibet siyosati qonuni 2002-yilda chiqarilgan. Shuningdek keyin Tibet masalasi Amerika tashqi siyosatining rasmiy kun tartibiga kirgizilgan edi. 2-iyun Gollandiyaning Danbush shahrida o'tkazilgan Turkiy millatlarning madaniyatlar bayramiga Uyg'urlar qatnashdi va Uyg'ur madaniyat o'rnaklarini ko'rgazma qildi. Fəaliyyətə dünyanın hər qaysı joylarında yaşayotgan barlıq Türkiy tillik millatlarning vakillari va aktivlar qatnashgan. Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati bilan Uyg'ur yoshlar partiyasining hamkorligida ko'rgazma qilingan Uyg'ur madaniyat buyumlari bayramga o'zgacha rang qo'shdi va xaridorlarning olqishiga erishdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.